Hozir O'zbekistonda eng aktual mavzulardan bittasi hayvonlarga pasport berilishi. Bu narsa Germaniyada 2004-yildan beri qo'llaniladi. Men 2 yildan beri Germaniyada ishlayman va o'zimni tushunganimcha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman bu sistema qanday ishlashini. Mana shu AirTag'dagi, ya'ni quloqqa taqiladigan narsadagi informatsiyalar qog'oz, ya'ni paper versiyaga ko'chiriladi. Demak, bu yerdagi DE davlat kodi 13, viloyat kodi 076, tuman kodi. Bu raqam 24301, bu hayvonda identifikatsiya raqami. Bu aynan o'sha buzoqning raqami. Bu joydagi belgi urg'ochilik belgisi. Demak, bu urg'ochi buzoq. Bu xaridor otasini nasli yoki ismi. Bu 10.08.26 tug'ilgan sanasi, oyi, yili. Xo'p, bu shtrix kodga keladigan bo'lsak, bu shtrix kod aynan mana shu buzoq uchun chiqarilganligini bildiradi. Mana shtrix kodga bitta skaner qilasiz, informatsiyalar kelib chiqadi elektron tarzda. Mana bu yerdagi narsaning asosiy joyi hayvon qulog'iga taqilganda bu moslama qulog'idan juda kichkina to'qimani yulib o'tadi-da, keyin buni ichiga joylashtirib biz maxsus laboratoriyaga jo'natamiz. Bu laboratoriyada mana shu hayvonning DNKsi tekshirilib, nasli yana bir marta qayta tekshiriladi laboratoriyada davlat tomonidan. Keyin kasalliklar tekshiriladi. Keyin mana shu informatsiyalar mana shu hayvon o'lguncha, ya'ni mana shu buzoq o'lguncha uni tarixida, ya'ni istoriyasi saqlanadi. Sistema shunaqa ishlaydi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozsa, batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman.